hozir taklif qilmoqchi bo'lgan mehmonimizning turli xil vaziyatlarga mos bo'lgan o'zgacha murabbo va damlamalari bor. O'ylaymanki, u bilan bo'ladigan suhbat xususan sizga juda foydali bo'ladi. Juda ham kerakli. Shamollashni bir zumda yo'q qilamiz. Zo'r bo'lardi. Keling, taklif etsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, keling. Xushvaqt bo'ling. Go'zallik eliksirimi bu? Chiroyli. Do'stlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Juda ham chiroyli. Hozir studiyani hidi tutib ketadi. Shamollash ham yo'q bo'ladi. Bo'ladi. Bosh og'riqlar qoladi. Biz bilgan chinigullar. Hamkasblarimni hammasini bu gulga jalb qilib qo'yganman. Chiqib ko'chalarda gul qolsin. Qolsin, aytmang. Aytmang. Foydalanganga yarasha ekish ham kerak. Albatta, albatta. Birinchidan kayfiyatni ko'taradi. Quyoshcha chiroyli. qolaversa, agar damlama qilib ichadigan bo'lsa, Ta'mi ham nihoyatda yoqimli. Hozir mana studiyaga lavanda bilan ikkalasini aralashtirib damlash olib keldim. Toriqqan ko'z nuriga juda tez ta'sir ko'rsatadi. hozir agar ichadigan bo'lsak, sezamizmi? Sezasiz. Shamollashga ham foydami? Albatta. Antioksidant xususiyati bor. Lavandada ham, tagetisda ham bor bu xususiyat. Ko'rsatuvimiz yakunlangunga qadar shamollashdan hech narsa qolmaydi. Rahmat. Bir dona guli mana shunaqa bitta stakanga damlab ichiladi. Kunlik o'zi normasi bor. Bu mana yirik boshchalari. Bir kunda bitta yetadi. Hidi zo'r ekan. Zo'r ekan rostdan. Ta'mi ham nihoyatda yoqimli. Mazali. Bosh og'rig'idan xalos bo'lasiz lavandaning xususiyati bilan birgalikda. Ta'kidlash kerakki, Iroda hamkasbimiz va talabalarga dars beradi. Shunaqa. Qachondan siz giyohlarga qiziqib qoldingiz? Men buvimla tabobat bilan juda ham hamnafas inson bo'lganlar. Menga ham shu xonimda bor o'zi meditsina vakillari bizni oilada. Ko'pchiligi shuning uchun bunga qiziqqanman ko'proq va alohida ta'kidlashim joiz. Onamlar og'ir xasta bo'lgan paytlarida insonni qanaqa qilib tabiiy davolash mumkin degan savolga javob ko'p qidirganman. Va undan tashqari egizak farzandlarim bor. Laringit bilan tug'ilishgan. Bunda ham juda ham ko'p davo chorasini tabiatdan qidirganman. Hozir yaxshimi salomatligi? Xudoga shukr, bu bilan ustida juda ko'p ishlaganman. Bugungi kunda endi siz jurnalistika bilan tabobatni uyg'unlashtirgan holda ijtimoiy tarmoqlarda sahifa yuritasiz. Noodatiy murabbolarni ham tayyorlab ko'rsatasiz. Yong'oqli murabbo, ayniqsa Instagramda juda ham ko'p e'tiroflarga sabab bo'lgan. Bu rahmatli onajonim retseptlari. Yaxshiroq bilim olishga ko'maklashadigan murabbo bormi? Mana shu murabbo aynan birinchi navbatda yong'oqli murabbo Ovozni chiroyli qiladiganchi?